instruktorlar haydovchilarga shunaqa qoidalarni buzishni o'rgatyapti ekan. Pravo olmoqchi bo'lganlar avtomaktab yoki avto instruktor tanlashda adashmanglar. Mana videoni bitta ko'ringlar. To'g'ri haydang, to'g'ri haydavering. To'g'ri haydavering. Hozir chap deganlar boring. Hozir ko'p emas. Endi qarang, bu tomonda mashinalar hammasi o'tkazib bo'lganidan keyin, svetofor mayli qizil yonib qolgan bo'lsa ham, rolni chapga burib, gazni bosib ishga ketaverasiz. Bo'ladi. O'ng yonish kerak. Taksiga mining. Taksiga mining. Yurgan. Haydang ekan yo'q, to'xtang. Bakansan, shunda bo'l. O'chirating, to'g'ri. Videoni ko'rdilaringiz, buni bitta avto instruktor o'zining Instagram sahifasida reklama sifatida qo'yibdi. Hozir mana shu holatdagi ikkita xatoni ko'rsatib beraman. Avto instruktorning topshirig'i bilan o'quvchi chorrahadan chapga burildi va burilgandan keyin to'xtadi. Demak, birinchi xato. 5-11-1 belgisi ta'siri doirasida chapga burilish taqiqlanadi. Ya'ni bu avtomobil faqat to'g'riga ketishi mumkin yoki qayrilib olishi mumkin ushbu tasmadan. Ikkinchi xato. Burilgandan keyin ko'rishingiz mumkin 327 belgisi va uni ta'sir doirasini ko'rsatuvchi 722 belgisi ko'rsatilgan. Aynan mana shu belgi oldidan 100 metrgacha to'xtash taqiqlanadi va avtomobil xuddi shu joyda instruktorning topshirig'i bilan to'xtatildi. Demak, ikkita xato bo'ldi. Ba'zi bir instruktorlar haydovchilarga shunaqa qoidalarni buzishni o'rgatyapti ekan. Yana bitta narsa, 5-11-1 belgisi o'rtada ajratuvchi mintaqa bo'lganda chapga burilishga ruxsat beradi desangiz adashasiz. Bu belgi ajratuvchi mintaqaga aloqasi yo'q. Chunki bu belgi qayrilib olish joyini ko'rsatadi. Ya'ni mana shu bardiyorning oxiridan bu bardiyorning boshigacha amal qiladi. Umuman mana shu joydan chapga burilishni taqiqlaydi. Bu videoni barcha pravo olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga, pravo olgan tanishlaringizga va avtomaktabda o'qiyotgan va ishlayotganlarga yuborib qo'ying. Bizning akkauntga ham obuna bo'lib qo'ying. Biz sizga manfaatli videolarni yetkazib turamiz.